Assalomu alaykum yana bir bora hammaga. Bizni salomlarimiz hozir bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotganlarga, jonli efirda esa kuzatayotganlarga biz alohida salomlarimizni yo'llaganmiz. Biz bugungi kun g'olibini aniqlashga shaymiz. Hamma ishtirok etayotganlarga omad tilaymiz. Mening yurtim telekanalini ko'rib, bosh sovrini 50 million so'm va har kunlik sovg'alarimizdan biri bugun televizor kimgadir nasib etishi mumkin. Bosh sovrinni qo'lga kiritish uchun esa hali sizda imkoniyat bor. Ballarni to'plang, imkoniyatlarni yuqorilating va agar sizga omad kulib boqsa, mana shu 50 million so'mlik naq yangi beli bukilmaganlar sizniki bo'lishi mumkin. Albatta, telekanalimiz orqali har kuni g'oliblarni aniqlab boryapmiz va sadoqatli muxlislar o'ziga xos sovg'alar bilan taqdirlanishadi. Keling, bugungi g'olibimizni aniqlaymiz va televizorni o'z egasiga topshiramiz. Uning uchun esa monitorga qaraymiz, tasodifiy raqamlarni aniqlash tizimiga e'tibor qaratamiz va u bizga aniqlab bergan raqamga qo'ng'iroq qilib sovg'alarni topshiramiz. Tayyor bo'lsangiz, hammaga omad. 3 2 1 boshladik. Xo'sh. Kodi 91lik. Xo'sh, 32 77 raqami. Chin qalbdan tabriklaymiz. Va biz yana shuni bir bora eslatib o'tmoqchimiz. Biz g'oliblarimizga yagona bitta raqamdan qo'ng'iroq qilamiz. Boshqa raqamlardan qo'ng'iroq bo'lsa, chalg'ib qolmang, ya'ni aldanib qolmang. Biz 87 kodi bilan 779 89 89 raqamidan sizga qo'ng'iroq qilamiz. Mana shu raqam sizga haqiqatdan ham omad kulib boqqan bo'lsa, xushxabarni yetkazadi. Xo'p, bu telefonga qaraymiz va bu yerda bizda ma'lumotimiz bor. G'olibimizning ma'lumotlari kelib tushdi. Abdullayeva Ilmiraxon, biz ularni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bu safargi sovg'amiz Qoraqalpog'istonga yo'l olmoqda. Qoraqalpog'istonlik bizni kuzatuvchimiz 28 ball to'plagan ekanlar. Televizor sizga muborak bo'lsin, Abdullayeva Ilmiraxon. Albatta, siz ham kunma-kun ballarni ko'paytirib borish imkoniyatiga egasiz va har bir to'plagan ballingiz sizni g'olib bo'lish ehtimolingizni yanada yuqoriroq qiladi. Hozir esa biz Qoraqalpog'istonga qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Diqqat qilib turasiz. 3277 raqam egasi. Agarda bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, tezda javob bersangiz, bu xushxabarni tezkorlik bilan sizga yetkazib qo'yamiz. Xo'p, tinmay telefonimiz jiringlayapti. Qolgan ishtirokchilar men nazarimda qo'ng'iroq qilishyapti. Agar sizga omad kulib boqsa, bizni o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz. Ovora bo'lib telefon qilib yurmanglar. Agar shartlar tushunarsiz bo'lsa, bizni ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzating. Hammasi batafsil video shaklida siz uchun tushuntirishlar joylashtirilgan. Gudok bormi? Bor. Bizda chaqiruv gudoklari, diqqat qilamiz. Ilmiraxon, qo'shimcha raqamga qilamizmi? Bizda demak qonun qoidaga ko'ra hujjatlarni to'ldirayotgan paytingiz ikkinchi raqam ham so'raladi va ular qayd etib o'tgan ikkinchi raqamga hozir biz qo'ng'iroq qilib ko'ramiz. U yerda esa ishtirokchilarimizning to'liq ma'lumotlari, qayerda istiqomat qilishlari, yoshlari, hammasi ko'rsatilgan bo'ladi va biz hozir ma'lumotga tayangan holda ikkinchi raqamga qo'ng'iroqni amalga oshirib ko'ramiz. Qoraqalpog'istonlik Ilmiraxon bizning muxlislarimizdan birlari. 3277 asosiy raqamlari. Hozir bizda ikkinchi qo'ng'iroq. Ikkinchi raqamlarga qo'ng'iroq qilib ko'ramiz. Lekin bu oxirgi urinish. O'zingizdan ko'ring, javob bersangiz berdingiz. Bermasangiz biz bilan emas, operatorlarimiz bilan gaplashamiz. Yo'q, menimcha hali ular uxlayaptilar. Afsus, endi soat 7 dan 40 daqiqa o'tganligini ko'rsatmoqda. Balki bu raqam qayd etib qo'yiladi do'stlar. 3277 raqami egasiga efir ortida, demak, hamkasblarimiz qayta qo'ng'iroqni amalga oshirishadi, televizor yutib olganlarini ma'lum qilishadi va biz boshqalarga, butun O'zbekiston ahliga aynan mana shu raqam egasi bugun g'olib bo'lganliklarini e'lon qilib qo'ydik. Televizor muborak bo'lsin. Hozir esa ushbu aksiyada qanday qilib ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz haqidagi qisqacha videorolik bor. Ungacha esa biz studiyamizga, mehmonxonamizga yo'l olamiz. Marhamat, tanishib chiqing va imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Ketdik. My5 ni ko'ring. 50 millionni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ling. Mening yurtim telekanali omadli tomoshabinlarni aniqlaydi.
mega aksiyamizni boshlaymiz. Unda ishtirok etib har kuni televizor va pul yutuqlari, har hafta maishiy texnikalar to'plamlarini qo'lga kiritishingiz mumkin. Bosh sovrin esa 50 million so'm. Ishtirok etish mutlaqo bepul. 24 noyabrdan 26 dekabrgacha har kuni soat 16:00 dan 18:30 gacha. Sirli raqamlarni elektron pochta belgisi Promobank botga yuboring. G'oliblar har kuni jonli efirda Omon dasturida aniqlanadi. Aksiyada qatnashish uchun ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilarga 10CV platformasidan 30 kun davomida bepul foydalanish uchun vaucher taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, aksiyada 18 yoshga to'lgan yurtdoshlarimiz qatnasha oladilar.